Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Navbatdagi obyektimizni ham xudo xolasa tunukaga tayyor holatga olib kelyapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab 100% konteyner profillaridan qilib berdik bu joyimizni. Bu joyimiz kottej darvozaxonasi, kottejni o'zini usti hamda bu yoqqa g'irvenka qilib aylanasiga uy solgan. Shularning ustilarini konteyner profillaridan qilib bitkizib beryapmiz. Xo'p, bundan tashqari katta to'yxona, katta molxona, zavod, fabrikalar usti, uylar usti, har xil o'lchamdagi naveslar xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab chiroyli holatda qilib bitkazib beramiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu tepadan ko'rinish holatlari, pastdan ko'rinish holatlarini ham bir qator aylantirib ko'rsatib o'tamiz. Loy bossa ko'taraman deganlarga loy bosib kami 7-8 santimetrga loy bosgan shu aylanasiga, uy ustiga. Bu taraflarga ham loy bossa bo'laveradi. Darvozaxonaga loy bosaman deyapti. Bu yoqqa kottejni ustilishi uchun o'zi plitaning ustidan o'zlari loy bosishib yuborgan ekan. Darvozaxonaga loy bosadi. Ichidan ko'rinish holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ichidan ko'rinishlari xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab qurib bitkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Fermalarimiz orasi 1.20 ga qo'yib berganmiz. Reykalarimiz orasi 65 santimetrga qo'yib berganmiz. Mana ukalar. Nafasiga aylanasiga qurib bitkazib berganmiz. Hozir darvozaxonani ham ko'rsatib o'tamiz. Bu fermamiz uzunligi 17 metrlik. O'rtasining balandligi 3.60 santimetr ko'tarib berganmiz. Temirlarimiz mana ichlariga ugonlik qilib chiroyli holatda bitkazib berganmiz. Pastlari mana 4 ga 5, tepalarini 4 ga 4 dan qilib berganmiz. Mana darvozaxonalarimiz usti. Ko'raverasizlar. Darvozaxonamizning ichi 15 metr. Shapkalari bilan 17 metr bo'lgan firmalarimiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xizmatlarimiz ekanimizda butun O'zbekiston bo'ylab. Bu yerga 8 metrlik qilib xora tayyorlaganmiz. 6 ga 6 profildan. Nariga tarafiga mana 4 ga 4 profildan tortib berganmiz. To'rttalik qilganmiz. Bu yerga 6 ga 6 dan 4 talik qilib xora tortib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, baquvvat qilib. Hop. Hozir bu firmamizning tepadan ko'rinish holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Kottejimiz usti kaptarxonalarni ham qilib chiroyli holatda bitkazyapmiz. Ertadan xudo xolasa burchaklarini qo'yib bitkazib beramiz. Tepadan ko'rinishi. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.